Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi obyektimizda Uzbumda joylashgan 4 xona 153 kvadratli xonadonni obzor qilib ko'rsatamiz. Avvalo men sizlarga dvorimiz haqida ozgincha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Dvorimiz zakrytый dvor, подземный parkovkalarga ega, yopiq zona. Dvorni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli, uyutli dvor. O'tiradigan zona, zеленый zona, детский площадка, hammasi tayyor. Uyimizga hozir kirib ko'rib, o'zingiz lol qolishingiz menimcha kerak, chunki kvadraturasi zo'r, narxi esa juda ham arzon narxda chiqqan bu xonadonimizni. Endi arzon deya olmaymiz, nega kvadratga nisbatan ancha arzon narxda chiqqan bu xonadonimizni hozir o'zingiz ko'rib bitta lashchani anu qip-qizil qilib bosib qo'yasiz. Keyin do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Qani ketdi chiqqan ko'rsataman. Uyimizga ichiga ham kirib oldik. 4 xonali uy, полноценный 4 xona, katta har bitta xonalari 153 kvadrat. Narxini eshitib o'zingiz sразу olib qo'ysangiz kerak menimcha. Zali qarang, kattaligini. Mana bu yerga 6 tala o'tiradigan zona qilingan. Lekin buni siz bemalol 8 ta qilsangiz bo'ladi. Alohida bu yerda mягкий zona, televizorniy zona. Televizor полностью shkaf, endef, qarang devorlargacha qilib tashashgan. Palan, lekin просто bomba. Mana bu joydan kirish qismi boshlanadi, hurmatli obunachilar. Полностью shkaf va kirganimizda sразу kattagina kelgan oshxona. Agar shu oshxonamiz yoqsa, haqiqatan yoqsa, bitta qizil lashcha bosib qo'ying. Oshxonamizning zonasi bu joyda joylashgan. Ozgincha ishi bor, uborkalar qoldi. Yana bir ikkita detallarni kamchiligini to'g'rilab beramiz. Siz kelguncha inshaalloh. Endi mana bu joyga e'tiboringizni qarating, qanaqa zo'r. Bu yerda ham 6 tali o'tiradigan zona. Bu yerda bemalol mehmonxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, arziydi. Ko'rasizlar. Как bu 5 xonali hisoblanadi uyimizda, chunki oshxona bilan zal juda ham keng, shuning uchun 5 xona deyiladi. 153 kvadrat 5 xona, bunaqa katta uy narxi, shirin. Ketdi. Endi bu yerda birinchi sanuzil. Sanuzilning oldi polniy koridorimizda shkaf joylashgan. Ko'ryapsizlar? Koridor anchagina katta. Bu birinchi sanuzilimiz hisoblanadi. Juda ham zo'r. Bu esa master spalnyamiz, o'zida bu yerda sanuzili bor. Bu yerda esa polniy shkaf va mягкий zonamiz bu yerda qarang. Mana bularga e'tibor bering, qanaqangi dahshat. Zo'r devorlar polностью endi bilan shkaf qilingan. Mana bularni qarang chiroyligini. Juda ham необычный, срочный sotilayotgan xonadonimizda maza qilib yashab oladigan joy kelyapti o'sha. Xo'p, endi bu joyga keladigan bo'lsak, bu joyimiz yana bitta katta spalniy. Общий 3 ta spalniy, как 2 ta zal bo'lyapti oshxona bilan. Oshxona chunki juda ham katta. Bu yerda shkafni zonasi, bu yerda esa kattagina balkonimiz ham bor. Lokatsiya просто bomba. Toshkentda eng sentriga, men prямо Krukka, Amur Temur skverga 5-6 minutda yetib borasiz mashinada. Katta yo'lning yuzida joylashgan bu dom, g'ishli dom. Bu esa детский xonamiz. Bu yerda ham shkaf kattagina. Bu yerda o'zining kattagina 1,5 talik karavot qo'yilgan. Juda ham dekorni qilib yasatib qo'yishgan bu xonadonni. Aziz obunachilar, xo'p, Alfragranis orientirimiz. Xo'p, yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxini Telegram kanalida qoldiraman yoki bemalol Telegram kanalida silkasi bor. Instagram shapkasida kirib ko'rib, narx-navo haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Buni olsangiz 100% yutqazmaysiz obunachilar, chunki har tomonlama plus variant bu. Ana minusi yo'q bu uyimizda. Ulgurib qolasizlar degan umiddaman. Hammaning joylaringiz sog' bo'lsin, hammaning yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha xayr.